Yaxshiroq, dadam bilan gaplashyapman. Men qo'llar olaver videoga. Mana. Mana, ko'rdilaring? Videoga olishga urganibdi. Sharmanda. Mana. Ko'rib qo'y tarbiyasini yurgan ekansan-da pul to'ldim deb. Ha, sho'ring sening, sho'ring. Jim jalay, jim. Hozir dadasini telegramga jo'natamiz. Mana kelinim kelib, biz ovqat yeb o'tirsak, mana shunaqa qildi. Mana ko'ringlar. Mana kelinning oqibati. Mana. Ko'rdilaringmi? Hali dadasi bilan gaplashdim. Dadasi olib kelib tasha qizimni deyapti. Lekin kelinim bormayman deb o'tirdi. Dadam uyiga kirgizmaydi deb o'tiribdi. Mana. Ana ham oshim deyapti, ham boshim deyapti. Ko'rdilaring? Ha, Xudo shunaqa kelindan saqlasin. Xudoya u dunyoda javob berishini o'ylasin. Bu dunyo qiziq dunyo deyapti hozir. Yeganini bilib, ichganini bilib. Yig'ishtirma. Hozir otasi kelaman deydi. Keladi hozir otasi. Ko'rsin bolasining haqlari. Hozir Hamzam aliga xazina mahallasiga dedilar-ku, erkakman dedilar. Boqaman dedi-ku. Bularniki ko'rmagan shekilli erkak bilan ayolning farqiga bormaydi shekilli. Faqat erkakmi deydi. Ularning xotinlari erkak farqiga bormasa kerakdir-da. Olaver, burning oqib og'zimga tushib ketmasin, ehtiyot bo'l. Burning oqib ketmasin. Allah. Jonim dilim mening. Asal qizim qani. Shirin nanay nay 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 nanay nay nay nanay nay 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 nanay nay nay. Men she'rdan, men she'rgacha olingan. Men she'rdan kelgan. Boshda tarafim suyagini polnay yo'q. Hali ham Allohning qudrati ekan. Kechalar tahajjud o'qiganlarimni to'xtamay joynamozda turib Allohdan so'raganimni yashash uchun kurashib o'ziga keldi. Bu akani o'rinlarga o'zingizni qo'yib ko'rib, hamma joyi sog' bo'lganiga shukr qiling. Birinchi o'rinda so'raydigan narsam shu. Akasi bilan chiqib shu mashina yuvib kelamiz deb hafta halokatga uchragan. 99-yil o'lib. Voqea joyida olamdan o'tdi. 5 oyda boshidan mana 9 marotaba operatsiya bo'lgan. Ovqatlanish qanaqa katta ne'matligini hozir mana shu akamiz orqali sizga bitta ko'rsatib bermoqchimiz. Ovqat shu yerdan berasiz? Ha, mana shu yerdan beraman. Suvda ham unaqa qo'yib ichadi. Shunda oshqozonlarga bu ovqat yetib boryapti-da. Ha, mana shu yerga mana oshqozon. Bu ham mana bunaqa bu qonli ko'p yil qo'yilgan ham biri. Ovqat chiqib ketyapti bu yerdan ham. Bergan ovqatimiz keyinroq chiqib ketadi, yutalsa. Mana shunaqa qilib ovqatlantiramiz baland. Qo'llarini ham mana chaqaloq qanday bo'lsa shunday. Hech kim farzand o'g'li kiyinmasin baland. Balam uchun to'xtovsiz kurashyapman, to'xtovsiz. Ehson qiladigan yaqinlaringizga mana shu videoni tashiysiz. Dalolat qilasiz. Sanam ehson qil, ey inson. Agar sen shu holatda bo'lganingda nima qilarding? Shukrki, seni holating sog'lom. Mana shu shukr haqqini ado etish uchun ham yordam berib, ehson qilish qo'lingizdan keladi.